Uyqu, ayniqsa tungi uyqu organizm uchun, miya uchun o'ta foydali. Kunduzi ishlaganda mana miyada po'stloq bor, po'stloq osti mexanizmlar bor. Hammasi bir-biriga ma'lumot, informatsiya yuboradi. Va kunduzi hamma joy ishlaydi. Va uni ishlash uchun organizmda kerakli gormonlar chiqib ishni boshlaydi-da. Kechasi o'sha gormonlar chiqish to'xtaydi. Bir-biriga informatsiya berish to'xtaydi, hamma tinchlanadi. O'sha paytda dam olish kerak. Bizda ming afsus yoshlarimiz kechasi bilan uxlamaydi. Sababi o'sha ishlab turib charchagan miyani yana boshqatdan qo'shimcha ishlata boshlaydi-da. Kunduz ular ishlayotgan paytida bioritm buziladi. Shuning uchun mana kechki payt 9-10 ga borganda hammaning uyqusi bir keladi. O'sha uyquga mas'ul bo'lgan melatonin chiqadi organizmdan. Melatonin degan gormon bor. O'sha chiqadi-da organizmda uyquga mas'ul. Hamma yoqlarni tinchlantiradi. O'sha payt uyqungiz kelganda bir o'tib ketsa, melatonin o'tib ketgandan keyin uxlay olmaysiz. Chunki miyani hamma joyini qo'zg'atib ishlay boshladingiz. U miyada pala-parishlik bo'ldimi, organizm albatta kasallik kelib chiqadi. Sababi miya noto'g'ri informatsiya bergandan keyin qon tomirlar hamma narsa ishlayvergandan keyin kunduz ham kechasi u kelajakda sahar oshishi, davleniyani oshishi, qo'shimcha spazmlar, yurak kasalligi hammasi kelib chiqaveradi. Hozir yoshligida bilinmaydi. Shuning uchun miyani uyqu bu miyaga katta ozuqa hisoblanadi. Miya qancha energiya sarflasa, uyquda kislorod bilan to'yinib, hamma joy-joyiga kelib turgan bo'ladi. Shuning uchun uyqu juda ham katta narsa. Juda ham ko'p kasallik olib keladi. Eng ko'p kasallik olib keladigan uyqusizlik hisoblanadi.